Assalomu alaykum Mustafa. Assalomu alaykum. Qani nimalar bilan bandsiz? Mana bugun yangi tovarlarimiz keldi. Aha. Real firmasi. Aha. Buni hozir birgalikda ochib ko'ramiz. Nima chiqar ekan, nima qo'yar ekan ko'ramiz. Bu yangi vipiska, ha? Ha, yangi vipiska keldi bugun. Ha. Buni ochib Qani bismillah boshladik. O, yangini ochish qanday maroqli, ya? Ha, shunday. Ana shunday. Xalqimiz bir yaxshi ishlatsin. Qani boshladik, xudo xolasa. Hop. Royal ekana. Real. Ha, bu benzopillarga qancha garantiya beryapsiz? Benzopillarga 3 oydan 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha garantiya beramiz. Kelishilgan holatda. Ha, nimalarga garantiya bor? Ye, perchatkasi ham chiqdimi? bor. Ye, qo'y. Ochkilari bor ekan. O. Qizil yog'lari bor ekan. Ha. Bu tormoz sanosi, Aha. strelasi. Aha. Bu Kitobcha garantiya ekan, ha? kitobchasi. Ha. Yozib, pechat urib qo'yib beriladi. Ha, yaxshi. Oho. Mana Belarusya sep o'zida yana kelib ekan, qo'shimcha sep. Ha. Bu ключ naborlari. Aha. Ключ egovlari, atverkalari bor. Ha. Buni Yana bitta sep chiqdimi? sepi o'zini original sepi, mana Royal Ha. firmasi. Ha. Bu o'zida keladi. Ha. Spesialni mana shunday. O, ikkita sepi bor ekan mana Ikkita hozir. sepi bor. Bu qo'shimcha bak, benzin. Aha. Benzin solasiz, avtol aralashtirib, bu nima deydi? O'zida tugab qolsa qo'shimcha Olib yurish uchun bak hisoblanadi. Ha, shunday. Xo'p. Mana bu Royalimiz. Xo'p, mana bu chiqqan narsalari. Bitta ochki, bitta Belarusya sep. Royal o'zini sifatli seplaridan va qo'shimcha benzin uchun qo'shish uchun отдельно qizil avtol bu benzin uchun keladi. Shtil firmasi Zorodan. Perchatkasi bor. Bir kishi uchun hamma narsa tayyor ichida bor ekan mana. Mana hozir xudo xolasa usta bobomiz terishni o'rgatadi. Birgalikda o'rganib olamiz. Qani ketdik. Mana buni olamiz. Mana bunday hisoblanadi. Bu nima vazifani bajaradi? Bu korpusga tekmaslik uchun zashtik. Ha. Agar korpusga tegsa bu alyumin korpus yorilishi ham mumkin. Ha, zashti ekanda. Shunday. Buni qo'yib bo'ldik. Endi qolgan joyini teramiz. Xo'p. Mana bu teshikcha ochiq turishi kerak. Bu yerda moy aylanadi. Sep uchun chiqadigan moy she'rga kiradi. Ha, kanalchi ekanda. Ha. Yaxshi. Va o'zini mana original sepini qo'yamiz mana. Maxsus o'zini original sepi. Mana shu sep mana bunday turiladi. Bundaysiga aylanganda bu bunday qirqiladi. Ha, o'ng chapi bor ekanda. Chapi bor. Ha. Mana bu narsa bu yerga kirish kerak. Bu menimcha sepni tortganda, ligirovka qilganda tortadi, qo'shib o'sha o'qcha. Shunday. Agar bu yerga kirmasa, mana bu yerda ligirovka joyi bor. Bunday qilsa bo'shatamiz. Ana tushdi. Bu juda oson ekan, ha? Va ikkovini buraymiz. Ikkita bekani buraymiz. Salto. Mana ikkita gayka bo'sh holatida buni qisamiz. Va sepimiz tarang bo'ldi. Buni qisamiz. Va
tayyor, ishlatishimizga yaroqli bo'ldi hammasi. Yaxshi qizildi. Hozir bunga benzin solsak bo'ldi. Chista benzin solsak yuradimi usta? Yo'q, 1 litr benzinga 50 gram aftol qo'shib benzinga solinadi. Va ana. Va bu yerga aftol, sep uchun chiqaradigan joyi. Ha, bunga benzin solinmaydi? Yo'q, yo'q. Faqat aftol solsak bo'ldi. Faqat aftol solinadi, ha, shunday. Yaxshi. Ana azizlar, mana tayyor holati. Mana Royal original firma. Keyin yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Mana bu yerda o'zini pasportchasi bo'ladi. Mana Royal deb yozilgan R40501 raqamli pasport urilgan. Bu nima uchun arzonida bu kelmaydi. Original bo'lsa, sifatli, yaxshi sifatli bo'lsa narsalarga uradi. Ya'ni mana shu narsaga hozir garantiyasi bor. Mana bunga qarab olsangiz bo'ladi. Bu yaxshisi deyiladi. Xudo xolasa mana kimga shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, ma'lumotlar qiziq bo'lsa yoki usta kerak bo'lsa, mana shu joyga, mana shu ustaga murojaat qilsangiz bo'ladi, marhamat. Mana hozir bu bittasini ko'rsatdik, ish jarayonini, lekin aslida mana bu yerda ko'p. Xudo xolasa hammaga yetadi. Kelaverasizlar. Manzil Chelak shahri Diydor restorani. Mana Diydor restorani ko'chasi, kirganingizda chap tarafda birinchi do'kon. Kirish yo'lagi mana Chorraha. Katta Chorrahadan kirganda chap tarafdagi birinchi do'kon. Universalniy do'kon. Bu yerda hamma narsa xudo xolasa o'xshatiladi. Mana benzopila bor, kasirka bor, pol avtomat, kir mashinka, kuv mashin, boshqa turdagi narsalar ham o'xshatamiz. Diyujuk deysizmi? Boshqa bolgarka, drill, perforator, shurpaver, mana remont ustaxonamiz. Sep chaqlash xizmatlarimiz ham bor. Bemalol agar olsangiz usta qayerdan topishni o'ylamaysiz. To'g'ri yerga kelaverasiz. Xudo xolasa xizmatdamiz akalar.